Gentra mashinasiga salon podsvetka qilinganda mana bu oqlarini, diodlarini terilganda Hierarchy'ni ishlatish uchun ko'pchilik mana bu yerdan shtekerdan simini uzib Hierarchy'ga yo'l oladi. Biz sizlarga Onsoro yo'lini o'rgatamiz. Shu narsani motorchi yechib olinadi bu yoqdan. Faqat uning uchun ekranni akkuratni qilib yechib olish kerak. Motorchi yechilgandan keyin mana bu yerda ikkita kontakt bor. Shundan gabariti plus minusi, chap tarafdagi plusi bo'ladi, o'ng tarafdagi minusi Hierarchy'si bo'ladi. Shularning kontaktini akkuratni qilib kesib olasizlar ichidan. Mana kesilgan buniki. Xuddi shu narsani bu yoqda ham bor. Agar bu yoqdagini kesmasanglar, xira bo'lib yonib qoladi. Zamok yoqsa yoqmasa, mana bu yoqda ikkinchisi mana dumaloq qilingani plusi bo'ladi, yonidagi minusi gabarit. Shu yerdan ham kesib turib, mana bundan ikkita sim chiqarib olasizlar. Shundan mashinadan kelayotgan sim bu. Bo'ldi, tepaga ulamotib motorchini shuna qo'yasizlar. Mana uzilgan kontakti ko'rinmaydi. Qolgan joyi qanaqa ulanishini xohlasanglar, shuni like bilan podpiska tashlab qo'ysanglar, yog'ini ko'rsatamiz.